Men sotib oladigan va olmaydigan kosmetikalarim ikkinchi qism. Skin on oil tog'da sivritkasi. Bu sivritka hamma yuzlarga tushadi, quruqmi, yoqlimi, kombimi tushib ketaveradi. Birinchi yuzimni achishtirdi, keyin tushib, yuzlarimni ochartirib, chiroyli qilib berdi. Ko'p vaqt ishlatib yurdim. Mana qolmadi. Bundan yana sotib olaman. Bu haqida gapirmasam ham bo'laveradi. Prosta ahvolini qaranglar, shundan bilib qo'yinglar. Bunaqa hech qaysi krem meni yuzimga tushmagandi bundan oldin. Hozir ham tonim qanday idealni turgan bo'lsa, shuni ishlatganman tondan oldin. Prosta 10 из 10 hammaga maslahat beraman. Quruq yuzlilarga 147 sini, yog'li yuzlilarga 345. Azapat makiyaj notniki haqida gaplashmoqchiman. Yuzimga umuman tushmadi. Bundan keyin tonalniy kremim prosta qisib tashladi. Gruba qilib aytganda, undan tashqari burnilarimda qanaqadir archilishlar paydo bo'ldi. Burnimni o'ziniki emas, shu kremligi paydo bo'ldi. Umuman ishlatganim 1-2 marta ishlatdim, menga umuman yoqmadi. Shuni aytmoqchiman. Uzr, lekin kimgadir tushgan bo'lsa, kimgadir yoqqan bo'lsa, lekin menga umuman tushmadi. Komplimentni fiksator для лицасы. Buni ishlatib yurganman, gazeta shu 1-2 yildan beri menda bor, lekin o'zimcha ishlatdim, umuman qanaqadir narsaga yordam berganini sezmadim. Makiyajimni buni sepganimda battar tushlarim oqib, g'alatilashib, umuman yuzimga foyda bermadi. Shuning uchun qaytib sotib olmayman. Bu birinchi qismi edi. Ikkinchi qismini kutinglar va obuna bo'linglar. Ko'rganlar uchun rahmat.